Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugun biz Qozog'istonda qurilgan Ota yurt tashkilotining raisi Erbol Davlatbek apandim bilan suhbat elib bormoqchi. Erbol apandim, kanalimizga hoş geldiniz. Hoş gördük. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Ben Erbol Davlatbek, Qozog'istonda qurilgan Ata yurt fidoyilari tashkilotininki raisi. Bu tashkilot 2017 yılı Xitoyning Sharqiy Turkistonda eg'ir irqiy qirg'inchilik boshlangan vaqtida shu fidoyilardan tashkillangan tashkilot shu Xitoyning jinoyatini eşiş, axbaratlar chiqarish, turli guvohliklarni to'plash shu ishlar bilan shug'ullanadi. Hozir Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat qanday taraqqiy qilyotidi? So'zlab bergan bo'lsangiz. Qozog'iston mustaqillik olgandan buyon Xitoy bilan munosabatlari tadrijiy holda yaxshilanib, yildan yilga kuchayib, zich bo'lib kelyotidi. Buning ichida shu yaqinqi yillardan buyon bulturdan boshlab mana Qozog'istonda eng birinchisi vizasiz Xitoy grajdanlarining Qozog'istonga vizasiz bez viza kirib chiqish tartiblarining amalga oshishi. Bu munosabatlarning eng zich bo'layotganligining bir ko'rinishi. Xitoyning zo'r miqdorda Qozog'istonga mablag' selishi, ondan Qozog'istonning Xitoyning yurgizayotgan Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik siyosatlariga ko'z yuma qarashlari, shuning hammasi Qozog'iston bilan Xitoy munosabatining yaqinlashib ketayotganligining ko'rinishleri bu hisoblanadi. Hozir Qozog'istonda Xitoyga qarshi hech qanday qiymal ish harakatlar, faoliyatlar o'tkazish hech qanday imkoniyatlari qolmadi. Bultur 9-oyda Xitoy raisi Xi Jinpingning kelishi munosabati bilan bir ishga qiz norozilik bildirmaydigan odamlarni ustab so'ladi. Bizni Almatoga kirgizmay bir necha kunlar to'sib shunda hech qanday faoliyat qilishga ruxsat qilmadi. Bizning tinchlik namoyishi o'tkazishimizga yo'l qo'ymadi hech qanday. Xitoy konsulining oldiga berib o'zining tuqqanlarining izdiroklarini qilganlarga chitrapning ustiga chitrap million tengeler chitrapla silib etdi. Hozir Xitoy konsulining oldiga berib o'zining tuqqanlarining izdirakini qiladiganlarmi qolmadi hozir. Onun hammasini jinoyat hisoblab Qozog'istonda bir taraf qilyotdi. Qozog'istonda Xitoyning qo'lining qari qo'lining kuchayib ketayotganligining ko'rinishlari ham shu. Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi qanday darajada bo'lyotidi? Xitoydan hamda Rossiyaning ojizlashishi bilan Xitoyning O'rta Osiyodagi kuchi kundan kunga kuchayib ketib boradi. Hozir Qozog'istonda u Xitoyning qo'yniga kundan kunga kirib ketib boradiganligi Xitoy mablag'ining Qozog'iston iqtisodiga zo'r ta'sirlar ko'rsatadiganligi, Qozog'iston asosiy jihatdan xam ashyo setish bilan shug'ullanadigan davlat. Bu xam ashyoni asosiy jihatdan Xitoyga sotadi. Xitoyni bular o'zining iqtisodini taraqqiy qildirishdagi birdan-bir davlat, yaqin davlat. İqtisod gullantirishning oshqushi Xitoy deb hisoblaydi bular. Shunlashqa Xitoydan ayrila olmaydi. Hamda Xitoy o'zining siyosatini, o'zining o'ylaganini Qozog'istonga
жүргізішке Қытай тырышып атыды. Şunun bularning hozir munosabati bek zich. Qozog'istondagi Xitoyga qarshi bo'layotgan amaliy harakatlar nima uchun bostirilib ketdi? Bu ochiq nima uchun bostirilganda mana Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan milliy qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik buni Qozog'iston hukumati bilmasga, ko'rmasga silib Qozog'istonning necha minglagan grajdanlari o'zining tuqqanlarini izdegan bo'lsa-mu, izdiragini qilgan bo'lsa-mu, Qozog'iston grajdanlarini solib qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoy turmalarida Qozog'iston grajdanlarimi yotdi? Xitoy lagerlarida Qozog'iston grajdanlarimi yotdi? Shularning izdiragini qilishga jur'at qila olmaslik, bu ishlar asta-asta o'tdi hozir. Endi Xitoy Qozog'istonda bundan keyin hech qanday bir norozilik kuchning, bo'lmasa norozi shaxslarning bo'lmasligini Qozog'istondan talab qilyapti. Qozog'istonga ma'lum bir iqtisodiy munosabatlar bog'lash uchun, yasash uchun birinchi shart Xitoyga qarshi kuchlarni bo'lg'izmaslik. Xitoyning Qozog'istondagi imijini yuqori ko'tarish. Qozog'istonda Xitoyga degan yaxshi menda ko'z qarashlarni turg'izmoqchida bular. O'zlari mayaqdan qirg'inchilikni yasaydi. Mayaqdan o'zlarining yaxshi nimasini menda o'zlarini yaxshi ko'rsatish. Qozog'iston jamiyatida hech qanday bu Xitoyni yomonlaydigan, Xitoyning siyosatlarining hammasini qirg'inchilik siyosat ekanligini deydigan, axborotlarga chiqaradigan ashunda harakatlarni bo'lg'izmash bu Xitoyning manfaati. Qozog'iston hozir Xitoy bilan zich bog'lanishi bo'lg'achqa Xitoyning shu talablarini o'rinlashga majbur bo'lyapti. Shuning uchun Qozog'iston jamiyatida hech qanday Xitoy qarshi faoliyatlarning bo'lishi hozir bek taslashib ketdi. Bundan keyin ham bo'lishi qiyin. Sizce Qozog'istonda Xitoyga qarshi qilinayotgan harakatlarning qanday xatari bor? Kelajak qanday bo'lmoqchi? Kelajak mana shu yilning may ayida 5-oyda 18-gün Xi'an shahrida bo'lgan O'rta Osiyo 5 davlat rahbarlari bilan Xitoy hukumati, Xitoyning rahbari Xi Jinping o'zi o'tkazgan yig'inda ashada birdan-bir kelishim grajdanlarning informatsiyasini almashtirish. Masalan, Xitoyning grajdanlarining informatsiyasi o Qozog'istonga, bo'lmasa Qirg'izistonga hech qanday keragi yo'q. Ammo Qozog'istondagi grajdanlarning shaxsiy informatsiyasi Xitoyga kerak. Shunlashqa ularning oyoqda tuqqanlari bor. Sen mayada yurgan bilan oyoqdagi tuqqanlaringni kimning tuqqani? Shu informatsiyani almashtirib turishun shaxsiy informatsiya almashtirish degan bu qonunga xilof ish. Bular shu qonunga xilof bo'lsa-mu, mush kelishimga keldi. Bu bek xatarlik. Bu har qanday mush yaqinda yana Qozog'iston Xitoydan viza elib Qozog'istonga ketayotgan odamlarning ba'zi birisini sen falanchi faoliyatga qatnashgan kelsa, sen falanchi qilgan kelsa, telefoningda shunda WhatsApp gruppalarga qo'shilgan kelsa deb viza qarib ichat besib qaytarib etgan vaqalar bo'lyapti hozir. Masalan, Xitoy qarshi qo'yayotdi xatarlik odamlar degan tizimlikka. Shu informatsiyalarni Qozog'iston, Qirg'iziston taraflari ta'minlab beryapti Xitoyga. Bularni bundan keyin Xitoyga qarshi ilmi bir eg'iz gap qilishmi taslashib qolishi mumkin. Balkim Sharqiy Turkistonda dikidek. Xitoyning Qozog'iston va Uyg'urlar orasidagi yo'llarni ochib etish orqali Xitoyning qilgan qirg'inchiliklarni yoshirish ahvoli Qozog'iston jamiyatida qanday ko'rinyapti? Bu necha yil bo'lgan-ku, 5-6 yil bo'lib ikki tarafga bo'linib qolgan tuqqanlar, bir oiladagi odamlar bir-birini ko'rolmay qolgan. Shu yildan boshlab Xitoylar
viza berishga boshladi. Andın Xitoy grajdani bo'lgan Sharqiy Turkistondagi qozoqlarning Qozog'iston kirishimi vizasiz rejim bilan 14 kunga kela oladi. Mayaqdan Xitoyga viza olib, Sharqiy Turkistonga Qozog'iston grajdanlari bora oladi. Shuni qo'yib etish orqali Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik siyosatni yoshirish. Mana deydi, hammasi yaxshi berib kelyapti. Deydi, o yoqdan kelganlar Xitoyning siyosati to'g'riliq bir og'iz gap qilolmaydi. Qo'rqaydi. Hozir Sharqiy Turkistondagi odamlarning hammasi qo'rqinish ichida yashaydigan akab qo'ygan. Bir og'iz gapni anda-banda o yoqda qanday bo'lyapti, vaziyat qanday deganlarning hammasiga Xitoyni maqtaydi. Yaxshi. Mayaqdan berib kelganlarga bag'andan keyin so'roq qiladi-ki, mayli sen Qozog'iston grajdan bo'lsang mayli. Apurib ba'zilarini 2 kun, 3 kun so'roq qilganlarim bor. Andan qo'yib yetdi, kelgandan keyin u Qozog'istonga kelib jimni yuradi bundan keyin. Men yana boraman. Yani bu tuqqanlarimga ta'sir qiladi, anda deb. Mayaq keldigan odamga oyoqdan bir odamni tutib qoladi. Sen oyoqqa berib qalayotgan so'zsan, madamni lagerga solaymiz, turmaga solaymiz, sotlaymiz deb. Yani shunday qilib, xalqaro jamiyatga Xitoyda Sharqiy Turkistonda hech qanday qirg'inchilik bo'lmagandek, hammasi boyashat yashayotgandek ko'rinishlarni yasayotdi Xitoylar. Onu bilmagan hamda ko'p odamlar Xitoyga yoldirib yurib viza olib berib kelyapti. Berib kelgan keyin jimjusak bo'ldi ekan, bu jimjusak ishni qilmaydi ekan bu deb Xitoy to'g'rilib hech kim gap qilg'isi kelmaydigan, shunday bir vaziyatlar shakllanyapti. Bu hozir Xitoyning maqsadi bu. Maqsadi shuni asta-asta ishga oshiryapti bu Xitoylar. Sizce Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulm, ya'ni Uyg'urlarning buguni Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklarning atisi bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Bu Sharqiy Turkistonda en başta masalan Uyg'urga bo'lma 2016, 2017 emas. Onun oldida kep bo'lgan bu. Masalan 97-yil, hamdan 2009-yil shu ikki voqeadan keyin, masalan 2012-yillar, 2013-yillar tutqi mana tasodifiy tutqun qilish ishlari bo'lgan. Uyg'urlarga yurgizganda o vaqtida 2016'dan başlangan zo'r ko'lamli tutqun qilishda qozoqlarmi tutildi, qirg'izmi tutildi, o'zbekmi tutildi şeyda. Başlanib tutdi-da, hozir Sharqiy Turkistonda Uyg'ur demaydigan bu hammasini qo'shib biroqla yo'q qilish elib beryapti. Bu hamda Xitoy ma'lum nemisini Qozog'istonga o'zlari sonlarini ma'lum ko'paytirib olgandan keyin aşında qo'lni soladi. Bu yerdagi shu davlatdagi qozoqning sonini azaytish uchun, o'zining ta'sirini kuchaytirish uchun ikkinchi qadamda qozoqqa, qirg'izga, o'zbekka ashunda qildi. Xitoy tarixdan buyon hech kimga so'qqash ochmaydi. Asta kelib shu millatni tugutib, millatning erqini azaytish, tugutish, mengisini yuyish shu orqali jiq millatdan bir millat yasaydi. Yani bu Uyg'urning buguni qozoqning, qirg'izning, o'zbekning atisi bo'ladi deydigan gapimiz shu. Bo'ladi u, hozir saqlanmasa. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Eribul efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog'-salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh, omon bo'linglar.